Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi nega aynan O'zbekistonda o'tkazildi? Shunday tashabbuslarni bildirganimizdan keyin, shunday O'zbekiston tajribasi bilan o'rtoqlashganimizdan keyin oxirgi yillardagi siyosat e'tiborga olinib, aynan O'zbekistonda o'tkazishga ular qaror qabul qilishdi. Shaharsozlik renovatsiyasining huquqiy asoslari. Prezident bu bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Har bir renovatsiya hududida aholini roziligini olish, xalqimizni manfaatiga qaratish bo'yicha topshiriq beriladi. Davlat rahbari raisligida video selektor, turizm salohiyatini yanada oshirish masalalari muhokama qilindi. To'g'ri, biz ham davlatlarga 10 kunlik vizasiz rejim qilganmiz, lekin bu 30 kunga uzaytirsak, sayyohlar oshadi deb taklif bersa nima, men ko'rib chiqmayman, men tayyorman ko'rib chiqishga. Bugun haftaning shu va boshqa muhim voqealar haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Olimov. Yakuniga yetib borayotgan hafta mamlakatimiz ijtimoiy siyosiy hayotida muhim voqea hodisalarga boy bo'ldi. Jumladan O'zbekiston poytaxtida parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley sessiyasi o'tkazildi. Unda 190 ga yaqin mamlakat parlamentlarining nufuzli vakillari ishtirok etdi va assambleya yakunlari bo'yicha Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. Mazkur nufuzli tadbirning yalpi sessiyasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutq so'zlab, parlamentlararo hamkorlikka doir dolzarb masalalar yuzasidan qator tashabbuslarni ilgari surdi. Dastavval shu haqda. Aprel kunlari Toshkent jahon parlamentarizmining markaziga aylandi. Parlamentlararo ittifoq assambleyasining 150-yubiley uchrashuvida 130 dan ziyod davlatlardan 1400 ga yaqin delegatlar, shu jumladan 740 nafar parlament a'zosi, 50 dan ortiq xalqaro va kuzatuvchi tashkilotlar vakillari qatnashdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev assambleyaning maxsus yalpi majlisidagi nutqida ilgari surgan muhim tashabbuslar ittifoq a'zolari tomonidan yuqori baholandi. Jahonning turli mintaqalaridagi nizolar global va mintaqaviy tinchlik va xavfsizlikka jiddiy tahdid solmoqda. O'zbekiston har qanday ziddiyat va qarama-qarshiliklarni faqat diplomatiya va tinch muzokaralar yo'li bilan hal etishning qat'iy tarafdori ekanini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Umid qilamiz, Ukraina atrofidagi vaziyat bo'yicha boshlangan muzokaralar jarayoni o'zining ijobiy natijasini albatta beradi. Eng og'riqli muammolarga xalqaro huquqning e'tirof etilgan me'yorlari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining nizomi va rezolyutsiyalari asosida yechim topish muhim deb hisoblaymiz. Shu jumladan Palestin-Isroil nizosining yagona va adolatli yechimi ikki xalq uchun ikki davlat tamoyilini ro'yobga chiqarishdir. Bizga qo'shni bo'lgan Afg'oniston haqida to'xtalib o'tmaslik mumkin emas. Ushbu mamlakatning xalqaro maydonda yakkalanib qolishiga yo'l qo'ymaslik, amaldagi hukumat bilan konstruktiv muloqot o'rnatish, unga Markaziy Osiyo mintaqasining ajralmas qismi va yangi imkoniyatlar makoni sifatida qarash lozim deb hisoblaymiz. Bu borada parlamentlarning ko'magiga ishonamiz. Parlamentlararo ittifoq prezidenti Tole Ikson va bosh kotibi Martin Chungong assambleya dunyo parlamentlarini 150-marotaba bir joyda to'plagan tarixiy voqea sifatida o'zining ahamiyatini namoyon qilgani, O'zbekiston tomonidan barcha zarur shart-sharoit yaratilgani va tashkiliy ishlar yuqori darajada amalga oshirilganligini alohida e'tirof etishdi. Your Excellency President Mirziyoyev, President of Uzbekistan, Madam Chairperson of the Senate,
of Uzbekistan, Mr. Speaker of the Legislative Chamber of Uzbekistan, honorable speakers present, deputy speakers, Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti janob Shavkat Mirziyoyev, hurmatli Senat raisi, janob Qonunchilik palatasi spikeri, hurmatli hamkasblar, xonimlar va janoblar. Global parlamentlar jamiyati nomidan assambleyani yuksak darajada tashkil etganingiz, Markaziy Osiyoda birinchi marotaba o'tkazilayotgan 150-yubiley assambleyamizga hissa qo'shganingiz uchun chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Assambleyaning bosh mavzusi ijtimoiy taraqqiyot va adolat uchun parlament harakati deb nomlangan. It is the first time too that this such a global gathering. Parlamentlar aro ittifoqning 150-chi assambleyasi Markaziy Osiyo mintaqasida ilk bor O'zbekistonda o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan mamlakat prezidenti va hukumatiga chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ayni vaqtda dunyo murakkab muammolar, urushlar va ziddiyatlar girdobida qolayotgan bir paytda ushbu assambleyaning O'zbekistonda o'tkazilishi mamlakat rahbariyatining ko'p tomonlama hamkorlik va parlament diplomatiyasini rivojlantirishga bo'lgan sodiqligini ko'rsatadi. The Interparliamentary Union is very grateful for this. Assambleyada yurtboshimiz to'xtalib o'tgan yana bir muhim masala bu iqlim o'zgarishi bo'ldi. Davrimizning o'tkir muammosiga aylangan, sayyoramiz taraqqiyotiga jiddiy to'siq bo'layotgan iqlim o'zgarishlari doimiy diqqat markazimizda bo'lishi zarur. Chunki uning ayanchli oqibatlari eng avvalo rivojlanayotgan mamlakatlarga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Parij bitimi doirasida va uglerod neytralligiga erishish borasida o'z zimmamizga olgan majburiyatlarni to'liq bajarish har qachongidan ham muhimroqdir. Bu masalani kuni kecha Samarqandda bo'lib o'tgan xalqaro iqlim forumida ham atroflicha muhokama qildik. Davlatlarning iqlim siyosati bo'yicha ilg'or tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, qayta tiklanadigan energiya manbalari va yashil texnologiyalarga o'tishni rag'batlantirish parlamentlarning muhim vazifasiga aylansa, albatta salmoqli yutuqlarga erishamiz. Mana hurmatli prezidentimiz bugungi nutqlarini eshitib, barcha delegatlar tomonidan, parlament rahbarlari tomonidan juda ham ajoyib nutq bo'ldi. Bunday davlat rahbarining parlamentga bo'lgan munosabati, parlamentlarda qilishi lozim bo'lgan vazifalarni aniq-tiniq ko'rsatib berishi dunyo miqyosida juda kamdan kam uchraydigan holat deyishdi. Shuning uchun ham parlamentlar aro ittifoqning rahbariyatining fikriga ko'ra, prezidentimiz tomonidan bildirilgan barcha tashabbuslar Toshkent deklaratsiyasida hammasi aks ettiriladi va bu degani bu shunchaki hujjatda emas, dunyoning 190 ta davlat parlamentlarini stolini ustida yo'l xarita bo'lib, demak ijro uchun ular qabul qilishadi. Bu biz uchun juda ham katta g'urur, lekin shu bilan birga bu bizga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Assambleya doirasida 70 ga yaqin turli tadbirlar o'tkazilib, ularda gender tenglik, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, fuqarolar salomatligini saqlash, ekologiya va iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish kabi masalalar muhokama qilindi. رئيس الجمهورية كان خطاب في الحقيقة شامل. Albatta prezidentning nutqi xalqaro parlament konferensiyalarida so'zlangan eng ta'sirchan va sermazmun nutqlardan biri bo'ldi. U butun dunyoda muhokama qilinayotgan Falastin muammosi, G'azo sektoridagi vaziyat, Yaqin Sharq va Ukraina tinchligi kabi dolzarb masalalarni o'z ichiga oldi. Muhim va nozik mavzular jihatidan O'zbekiston kabi davlat jahon miqyosidagi masalalarga jiddiy e'tibor qaratayotganida yaqqol ko'rinadi. O'zbekiston va Bahrayn parlamentlari o'rtasidagi hamkorlik haqida to'xtalsak, Bahrayn qirolligi bilan O'zbekiston o'rtasida do'stlik qo'mitasini tuzish muhim deb hisoblayman. Do'stlik qo'mitasi aynan O'zbekiston bilan boshlangan taqdirda ham u butun mintaqa bilan hamkorlik yo'lidagi muhim qadam bo'ladi. Assambleyada Birlashgan Millatlar Tashkilotining cho'llanishga qarshi kurash to'g'risidagi konvensiyasining yaxshi niyat elchisi, maliylik qo'shiqchi va faol Inna Modji ham ishtirok etdi. Parlamentlar aro ittifoq yig'ilishlarida ekologiyaning dolzarb muammolariga alohida e'tibor qaratilyapti. Ayniqsa, kuni kecha prezident Shavkat Mirziyoyevning iqlim o'zgarishi, ona tabiatni asrash bo'yicha tashabbuslari menda katta taassurot qoldirdi. Men Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasining yaxshi niyat elchisi sifatida Orol fojiasi oqibatlarini yaxshi bilaman. Ertaga biz Qoraqalpog'istonga jo'nab ketyapmiz. U yerda mahalliy aholi hayoti va cho'llanishga qarshi kurashda ayollarning roliga bag'ishlangan hujjatli filmni suratga olamiz. Maqsadimiz parlamentlar
a'zolari, fuqarolik jamiyati va ilmiy doiralar vakillari e'tiborini ekologik muammolarning oldini olishga chaqirishdan iborat. Gender tengligini ta'minlash, siyosiy qarorlar qabul qilishda xotin-qizlarning rolini oshirish masalasi nufuzli anjumanning bosh mavzusi bo'ldi. Parlament ayol a'zolari forumining 39-sessiyasida muhim masalalar ilgari surildi. Gender tenglikka erishamiz, harakatlar ketidan harakatlar shiori ostida 10 ta harakatdan iborat yangi kampaniya e'lon qilindi. Gender tengligini ta'minlash bugun barcha davlatlar uchun muhim vazifa. Yil davomida biz Pekin harakat platformasining 30 yilligini ham nishonlayapmiz. Bu ayollar huquqlari haqida edi. O'zbekiston hukumatining parlamentda ayollar sonini oshirish yo'lida ko'rsatgan sa'y-harakatlarini olqishlamoqchiman. Umumiy hisobda mamlakat parlamentida ayollar soni 37% dan oshadi. Bu esa hozirda jahondagi o'rtacha ko'rsatkich 26% dan ancha yuqori. Ishonchim komilki, jamiyatning boshqa qatlamlari ham ana shunday imkoniyatlarga ega bo'ladi. Assambleya yakunida eng muhim xalqaro hujjatlar, jumladan Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. Bu deklaratsiya asosan 3 ta asosiy imkoniyatlarni butun dunyoga O'zbekiston, umuman Toshkent mezbonligidagi tadbirdan o'zidan bir tarix qilib qoldiryapti. Birinchisi bu insonlarga investitsiya sarmoya kiritish, ta'limga, sog'liqni saqlash tizimiga, insonlarni rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan barcha imkoniyatlarni davlatlar, parlamentlar, o'sha hukumatlar oldiga asosiy masala qilib qo'yib, bu narsani qo'llab-quvvatlashga, rivojlantirishga undash va rag'batlantirish. Ikkinchisi bu iqtisodni liberallashtirish va uchinchi juda muhim masala bu mamlakatdagi inklyuziv institutlarni mustahkamlash, ya'ni parlamentning o'rnini oshirish, jamoatchilikka ochiq bo'lish. Men o'ylaymanki, shu Toshkent deklaratsiyasida qabul qilinayotgan bu punktlar biz hozir butun parlamentdagi a'zolariga murojaat bilan chiqdik. Biz butun dunyoga O'zbekistonni mana shunday katta tadbirlarda butun dunyoning siyosatiga o'zining hissasini va o'zining so'zini ayta olishini ko'rsatib beramiz. Dilfuza Esanova, Komron Rahmonov, Farruh O'tbosarov Yangi zamon informatsion tahliliy dasturi uchun. Mamlakatimizda aholi soni katta sur'atda o'sib borar ekan, bu juda ko'plab yangi uy-joylar qurilishiga bo'lgan talabni oshiradi. Ammo bunday katta ko'lamda qurilish qilish uchun yerlar cheklangan. Mana shunday holatda esa renovatsiya dasturi qo'l keladi. Yakuniga yetib borayotgan haftada, aniqrog'i 9-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev shaharsozlik renovatsiyasining huquqiy asoslarini belgilash bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Siz ko'rib turgan mana bu tasvirlar o'tgan asrda olinmagan. Bu Toshkentda katta bir megapolisda shinam va hashamdor turar joylar qad rostlayotgan bir davrdagi uylardan biridir. Ko'rinishi abgor, devorlari ko'chib tushishdan nari beri bo'lib turgan bunday uylarda ham yurtdoshlarimiz yashab kelmoqda. Ularning aksariyati ana shu uylarda tug'ilib o'sgan, farzandlarini voyaga yetkazyapti. Uyning ko'rinishi qanday bo'lmasin, unib o'sgan tuproq hamisha vatan bo'lib qolaveradi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining departament bosh mutaxassisi mazkur hududda bir qator o'rganishlar amalga oshirilayotganini aytadi. Hozirgi paytda 2 qavatdan iborat yog'och uylardan tashkil topgan hududda o'rganish ishlari olib borilyapti. Ushbu o'rganish jarayonida aholi bilan targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi. Ushbu uylar 1969-yilda qurilgan bo'lib, hozir ma'nan eskirgan. Hozirgi paytda investorlar jalb qilingan, quruvchi tashkilotlar tomonidan aholi bilan ishlar olib borilgan. So'nggi 8 yilda mamlakatimiz aholisi 6 millionga ko'paydi. Shu davrda yarim millionga yaqin xonadonlar barpo etildi. Jumladan o'tgan yili 100 ming xonadondan iborat ko'p qavatli uy qurilgan bo'lsa, bu yil yanada ko'p. 130 mingdan ortiq xonadon reja qilingan. Yaqin yillarda aholimiz soni 40 million nafarga yetishi kutilmoqda. Bunday o'sishda yiliga 140-150 ming xonadonga talab paydo bo'ladi. Bu har yili qo'shimcha 2000 gektar yer kerak degani. Lekin yer maydonlari ham cheklangan. Bunday holatda renovatsiya dasturi qo'l keladi.
9 aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev shaharsozlik renovatsiyasining huquqiy asoslarini belgilash bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Yig'ilishda qayd etilishicha, bugungi kunda respublikada 17 mingta 2-3 qavatli eski uylar mavjud. Ulardagi sharoit, muhit bugungi zamonga munosib emas. Elektr, gaz, suv va boshqa infratuzilmalar eskirgan. Ko'plarda oqova tarmog'i ham yo'q. Shularning o'rnida zamonaviy uylar qurilsa, hozirgidan 3 barobar ko'p aholi joylashadi. Asosiysi, xonadonlarda yangi kommunikatsiya, issiq va sovuq suv, oqova tarmog'i bo'ladi. Odamlar ozoda, shinam va fayzli sharoitlarda yashaydi. Bu orqali minglab oilalarning turmush darajasi o'sadi. Muhimi, ular ushbu sharoitlarni ilk bor o'zlari o'sib ulg'aygan joyda his etishni boshlaydi. Mirzo Ulug'bek tumanining Navnihol mahallasida 1948-1965 yillar oralig'ida qurilgan, ayni paytda ma'nan eskirgan va zamonaviy shahar tipiga mos kelmaydigan 19 ta mana shunday 2 qavatli uylar mavjud. U tuman hokimligining tashabbusi bilan renovatsiya dasturiga kiritilgan va uning dastlabki bosqichida bir qavatli barak tipidagi uylar ayni paytda 100 ta xonadondan iborat mana shunday zamonaviy turar joy majmuasi ko'rinishiga keltirilgan. Mana bu meni etajim. Iroda Jo'rayeva mazkur mahallada 40 yildan buyon istiqomat qiladi. U bundan bir necha yil avval ham bu yerlardagi xonadonlar juda achinarli holatda bo'lganini aytadi. Hozir yangi uyimizning joyi oldin eski uylar bo'lgan. Endi oqlangan, ta'mirtalab, unaqalar bo'lmagan bu yerda. Renovatsiyaga tushgandan keyin mana shu chiroyli uylarni qurishgan. Hamma narsamiz yaxshi, gazlar, suvlar, mana detskiy plashadkalarimiz bor, hordiq chiqarishga pensionerlarga endi hammasiga mana shu o'tiradigan joylarimiz bor. Har tomonlama yaxshi, udobniy joy, poliklinikamiz bor, magazinlar bor, hamma narsamiz yonimizda. Bolalar uchun bog'chalar bor. Hozirgi paytda 2 qavatli uyda misol uchun 16 ta xonadon yashaydigan bo'lsa, shu uyni renovatsiya qilish dasturi asosida yangilansa, bu hududda 16 qavatli uy barpo etiladigan bo'lsa, misol uchun shu uyda hozir 16 ta xonadon yashaydigan joyda biz 100 ta xonadonni joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir muhim tomoni energiya tejamkorlik masalasi. Turar joylar yaxlit bo'lsa, infratuzilma tarmoqlari energiya kam sarflanadi. Hozirgacha bu borada yagona hujjat yo'q edi. Shu bois xorijiy tajriba asosida shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Taqdimotda renovatsiya tizimining huquqiy, moliyaviy va tashkiliy tomonlari ko'rib chiqildi. Bu qonun loyihasi hurmatli prezidentimizning inson qadri siyosatlarining uzviy davomi hisoblanadi. Bu nima bilan belgilanadi desak, bugun ma'nan eskirgan uy-joylarimiz ko'p. Bu uylar bir necha yil, 50 yil, 60 yil, 70 yil avval qurilgan uylar ko'plari. Shuning uchun bu uylar bugun konstruktiv jihatdan qayta ta'mirlashga, tiklashga imkoniyat bo'lmagani uchun shu mahallalarda qo'shimcha yangi ijtimoiy infratuzilma sharoitlariga ega bo'lgan, butun hamma standartlarga muvofiq bo'lgan, yong'in tarafdan, seysmik tarafdan va sanitar tarafdan xavfsiz bo'lgan uy-joylar va ijtimoiy infratuzilma obyektlari yaratiladi. Bunday dasturlar 3 bosqichda amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Avval shahar va tumanlarda renovatsiyaga mos hudud tanlanib, loyiha ishlab chiqiladi. Mulkdorlarga yangi uy yoki kompensatsiyalar taklif qilinadi. Barcha mulkdorlar bilan kelishuvlar yakkama-yakka notarial tartibda tasdiqlanadi. Loyihalar uchun har bir hududda renovatsiya jamg'armalari tashkil etiladi. Ikkinchi bosqichda renovatsiya dasturi hududiy va respublika kengashlari tomonidan ko'rib chiqilib, qurilish tashkiloti aniqlanadi. Uchinchi bosqichda uy-joylar qurilib, foydalanishga topshiriladi. Eng avvalo o'sha eski uylarda yashayotgan aholimizni yoki avariya holatdagi uylar yoki umuman odamlarga yana ham qulay sharoit yaratish maqsadida qonun loyihasi ishlab chiqargan. Prezidentimiz eng asosiy e'tiborini xalqimizni manfaatiga qaratish bo'yicha topshiriq berdilar. Demak, har bir renovatsiya hududida aholini shu roziligini olish, ularni munosib kompensatsiya to'lovlari yoki bevosita yana qonunda yangi mexanizmlar yaratilyapti. Aholini o'zi ham manfaatdor bo'lib, shu renovatsiya hududida ulushdor sifatida ishtirok etish mexanizmlari paydo bo'lyapti. Shuning uchun bu qonunni realizatsiya qilish bo'yicha ham avvalo eksperiment tarzida bir
hududlarni o'sha hududlarda yana ham har tomonlama o'ylab ko'rgan holda qilish bo'yicha topshiriq berdilar. Renovatsiyaga tushgan hududning iqtisodiy salohiyati ham oshadi. Yangi uylarning birinchi, ikkinchi qavatlarida savdo, xizmat ko'rsatish va kichik ishlab chiqarishlar bo'ladi. Shuningdek, bu tizim orqali 20 ming gektar yer tejalishi hisob-kitob qilingan. Davlatimiz rahbari bunday loyihalarni avvalo u yerda yashovchilarning manfaatlarini hisobga olgan holda va adolatli amalga oshirish zarurligini ta'kidladi. Ixtiyor Siddiqov, Aydus Ermekbayev, Aziz Yangizakov, Yangi zamon dasturi uchun maxsus. Mamlakatimizda turizm yo'nalishida katta salohiyat bor. Undan unumli foydalanish orqali O'zbekistonga tashrif buyuruvchi xorijlik sayyohlar sonini karrasiga oshirish mumkin. Shu orqali turizm yo'nalishini iqtisodiyotning eng muhim strategik tarmog'idan biriga aylantirish borasida ko'pgina sa'y-harakatlar olib borilyapti. Xususan, yakuniga yetib borayotgan haftada Prezident raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida turizm salohiyatini oshirish masalalari muhokama qilindi. Keling sizni shahar shovqinidan uzoqqa, go'zal manzillarga birga olib ketamiz. Yo'l davomida sizga bugungi manzil haqida ayrim ma'lumotlarni ulashib borsak, Toshkent viloyati allaqachon O'zbekistonning yirik iqtisodiy, madaniy va tabiiy boyliklarga ega hududlardan biriga aylangan. Bugun bu joyda istalgan inson o'zini qiziqtiruvchi mashg'ulotlar bilan band bo'lishi mumkin. Xoh bu ekoturizm bo'lsin, xoh ziyorat istagi. Ekstremal sport ishqibozlari ham mazkur manzilga bemalol kelaverishadi. Chimyon tog'lari O'zbekistonning Shvetsariyasi deb atalib, paraplan va boshqa sport turlari uchun ajoyib joy. Chorvoq suv omborida esa suv sporti, qayiqda sayr va plyajlarda dam olish uchun mashhur maskan. Bizning birinchi manzilimiz ham o'ziga xos manzarasi bilan har doim tabiat qo'ynida dam olish istagini bildiruvchilar uchun sevimli joydir. Bu yerni menimcha har biringiz ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rgansiz. Qiziltog' hududiga xush kelibmiz. Bu nuqtadan esa katta bir hudud kafti turgandek namoyon bo'ladi. Ko'z o'ngimizda go'yoki tabiatning o'zi hordiq chiqarish uchun joy tayyorlagandek tuyuladi. Bu yerga respublikamizning turli burchaklaridan mehmonlar oqib kelmoqda. Kimdir oilasi bilan, kimdir do'stlari bilan dam olish, hordiq chiqarish, ba'zilar esa shunchaki tinchlikni his qilish uchun. Toza havodan olinib qolasiz. Birinchidan, u yoqdagi shahardagi atmosfera bilan bu yoqdagini ozgina solishtirsiz, bu yoqda ozgina dam olasiz, mazza qilasiz. Miyangiz dam oladi. Shuni hech narsani o'ylamaysiz-da. Qanaqadircha o'zingizni erkin qo'yasiz bu yerda, mazza qilasiz shunda. Mahalliy aholi ham bundan mamnun. Ular sayyohlarga mehmondo'stlik bilan xizmat ko'rsatishmoqda. Milliy taomlar, tabiat qo'ynidagi sayrlarda taklif etishyapti. Shu orqali esa barqaror daromad topishyapti. Shashlik qilamiz. Hamma turidan bo'lsa kerakmi? Albatta. Shashlik har turidan bo'ladi. Zakaz bersa qilib beramiz. Shu xalqni hojatini chiqaramiz degan maqsadda shu xalqimiz kelyapti. Hokimiyat tomonidan ruxsat berilgan. Xudoga shukr, hamma xursand bo'lib kelyapti. Xursand bo'lib ketsin, iloyim. Tabiat qo'yniga imkon qadar ko'proq kelyapti. Misol uchun 100 tadan oshiqroq mashinalar kelyapti. Bir kunda. Bir kunda. Shu 9 larda ish boshlanadi. Nechigacha kelgan odamlar gavjum bo'lyapti? Shu 7:30, 7. O'sha paytda o'sha otlarni olib kelib qaraymiz. Bir kunda misol uchun nechta odam keladi oldingizga bitta ot uchun? Bir kunda shu 30 tacha odam minadi bitta otga. Kecha Qozog'istondan keldi. Meni yoqdi deb ketdi. Nomerlarimizni olib ketadi bir xillari. Yana kelamiz deb. Buning misolida so'nggi yillarda ichki turizmga e'tibor kuchayganini ko'rish mumkin. Mazkur yo'nalishda sayyohlar soni 23 millionga yetgan. Ushbu raqamlar Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 9-aprel kuni hududlarning turizm salohiyatini oshirish, xorijiy investitsiya loyihalarini jadallashtirish masalalari muhokamasi bo'yicha video selektor yig'ilishida ta'kidlandi. Biroq haligacha boshqa viloyatlarga sayohatga bormaganlar ko'p topiladi. Shu bois ham video selektorda ta'kidlanganidek, endi har oyning bir shanba yakshanbasi oila va jamoa bilan sayohatga chiqish kuni deb e'lon qilinadi. Yoshlar o'rtasidagi musobaqa g'oliblariga O'zbekiston bo'ylab sayohat yo'llanmasi sovg'a qilinadi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, hozirda respublika bo'ylab 20 ta turizm qishlog'i faoliyat yurityapti. Ulardan biri Kumushkon. Tog'ning toza havosi, billurdek shaffof ko'llar va daryolar. Bular hududni maqtash mumkin bo'lgan sabablarning hali hammasi emas. Milliy taomlar ham har doim e'tiborda. Nasiba opa ham otadan qolgan novvoylik kasbini davom ettirib faoliyatini kengaytiryapti. Bugun o'zi yopgan ko'k samsalari butun respublikadan mijozlarga ega. Hattoki ularning dovrug'i boshqa yurt vakillariga ham yetyapti desak xato bo'lmasa kerak. Ertalab keldi Hindistondan, kecha Italiyadan keldi.
Ular ham kelib aytdim, siz yoying dedim. Berdim bittasiga, xamir yoyib ko'rib. Ha, rasa yo'qdi. Zo'r dedi. 50 ta zakaz beruvdi, yopib berdik. Turizm qishlog'i nomini olgandan buyon manzilga tashrif buyuruvchilar ko'paygan deydi qahramonimiz. Hatto intervyu olish jarayonida ham bir soniyaga ishdan to'xtamagan opa-singillar kuniga 300 dan ortiq somsalarni yopishga ulgurish kerak. Non ham yopamiz bu yerda, somsa ham qilamiz. Mana shu tog'larimizdan terib kelamiz. Tog'larimizni ham suratga olinglar. Kumushkonni tog'larini, motorlarini yeb ko'rsin. Mana shu Kumushkonni Toshkent viloyatini xorijlik yoki respublikaning boshqa viloyatdan keladigan dam oluvchilar uchun zo'r manzil deyishadi-da. Aytmang, rosa mazza. Kelib yotibdi, turizm bo'lgan, mana bizlar anaqalar. Rosa yaxshi-da. Kumushkon ziyorat turizm uchun ham ajoyib manzil bo'lib, tog'da joylashgan Hazrat Ali ziyoratgohi tashrif buyuruvchilar bilan gavjum. Bugun manzilda 5 ta buloq mavjud. Suv kumushga to'yingan bo'lgani sababli uning tarkibidagi 60 dan ortiq mikroelementlar oshqozon ichak kasalliklari uchun davo hisoblanadi. Men o'zimning qon bosimim bor-da. Masjidga kelsam qanaqadir davolar topaman, qanaqadir dardlarim yengil bo'lib, og'irliklarim yengillik bo'lib ketaman-da. Shuning uchun masjidni ham yaxshi ko'raman. Mana Xudoga shukr, davlatimiz har xil sharoitlar yaratgan. Ziyoratgoh 2021-yilda tashrif buyuruvchilar uchun shart-sharoitlar yaratilishi rejalashtirilgan, turizm salohiyati yuqori bo'lgan madaniy meros obyektlari ro'yxatiga kiritilgan. Mazkur ziyoratgohga kirib kelish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Tepalikda joylashgan bo'lishiga qaramay, tekislangan yo'llar sabab tashrif buyuruvchilar avtomobillarda ham qiynalmay chiqa olishadi. Ziyorat qilguvchilarga sharoitlar yaxshilanib, mana shu masjidlar qurilgan, yana yo'llar sozlangan. Undan oldin bittagina so'xmoq yo'l bo'lgan, na mashina chiqargan bu yoqqa, na boshqa transport chiqargan, faqat o'sha bir 3-4 kilometr joydan piyoda chiqib kelgan odamlar. Yaxshi ishlar olib borilyapti. 1-2 yil ichida o'sha kanatlar ham quriladi degan nimalar bor. Tepalarda mana dam oladigan joylar ham qurilib, anchasi bitib ham qoldi. Yo'l chetlarida shu kelguncha. Hammasi etap-etap, sekin-sekin bo'lyapti, Xudoga shukr. Biroq bugun respublika bo'ylab turizmning asosiy yo'nalishi bo'lgan barcha madaniy meros obyektlarida ham bunday ahvolda deyish qiyin. Davlatimiz rahbari ham ushbu jihatni videoselektor yig'ilishida alohida ta'kidladi. Oxirgi 4 yilda 327 ta mana shunday madaniy meros obyektlari restavratsiya va konservatsiya qilindi. Hozir yana 485 ta obyekt ta'mirtalab. Bu ishlarga xususiy sektorni jalb etish, biznes loyiha qilish mumkinligi aytildi. Madaniy meros obyektlarini ijaraga berishni takomillashtirish, ularga tushumlarni raqamlashtirish vazifalari ko'rsatib o'tildi. Aslida respublika miqyosida biz sizni virtual sayohatga olib borgandek, go'zal va tashrif buyuruvchilarni o'ziga jalb eta oladigan manzillarni ko'plab topish mumkin. Yildan yilga ularga qiziqish ortib borayotganini raqamlar isbotlay oladi. 2017-yilda mehmonxonalar soni 772 ta bo'lsa, 2024-yilda joylashtirish obyektlari soni 709 barobarga oshib 6100 tani tashkil etmoqda. 2024-yilda 8 million 200 ming xorijlik sayyohlar bu yurtga tashrif buyurgan. Turizm xizmatlari eksporti 3 milliard 500 millionni tashkil etgan. Davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan videoselektorda yuqorida aytganimizdan tashqari mazkur natijalarni yaxshilash bo'yicha yana ko'plab topshiriqlar berildi. Jumladan mutasaddilarga 36 ta tuman va shaharni etno, gastronomik, tibbiy, ekstremal, madaniy tarix, ziyorat, qishki va agroturizm asosida rivojlantirish bo'yicha dastur ishlab chiqish topshirildi. Shuningdek, viza tartiblarini soddalashtirish bo'yicha ham so'z bordi. Fransiyaga tashrifimizda 14 ta yangi zamonaviy Airbus samolyotini xarid qilish va yana 5 tasini ijaraga olishga kelishdik. Shu kabi Boeing kompaniyasi bilan 12 ta samolyot olib kelish bo'yicha muzokaralar boshlandi. Abduhakimov, Shodiyev, Xudoyqulov transport vazirligi bu imkoniyat hisobiga qayerga nechta reys qo'yishi va qancha sayyoh olib kelishni hozirdan hisob qilishi zarur. O'tgan yili Mo'g'uliston bilan turizm bo'yicha katta kelishuvga erishganimiz hisobiga sayyohlar 100-200 nafardan 4000 taga oshdi. To'g'ri, biz ham davlatlarga 10 kunlik vizasiz rejim qilganmiz, lekin bu 30 kunga uzaytirsak sayyohlar oshadi deb taklif bersa nima, men ko'rib chiqmaymanmi? Men tayyorman ko'rib chiqishga. Ayni paytda Milliy turizm yagona platformasi ishlab chiqilmoqda. Endi unga elektron viza berish, chipta olish jarayonlari ham ulanadi. Shuningdek, barcha tarixiy obidalarga kirish imkonini beradigan yagona turistik karta joriy qilinadi. Shunday ekan, siz ham sayohat qiling, o'zingiz uchun yurtimizdagi go'zal manzillarni kashf eting. Faqat tabiat qo'ynida yurganingizda ekologik madaniyatga rioya etishni unutmang. Dilbar Pirimova, Aziz Gizakov, Yangi zamon dasturi uchun. Siz Yangi zamon dasturini tomosha qildingiz. Boshlanayotgan hafta omadli va barokatli kelsin. Omon bo'ling.